Uy. Bu yoqqa yuguramiz, izzatullo bo'ptimi? Yaqinroq keling hozir. Mana bugun o'zimning kanalimda Xudo xolis Jack X dan chiroyli obzorini qilib beraman. Toshkentda qor yog'ib yotibdi. Ve furgonligiga 16 million skidga berildi. Hurmatli haydovchilarimiz, bitta firmaga 7 ta topshiryapti. Jack X'larimiz yangi partiyalari hammasi 10-oy, 10-oy. Hatto o'zimning ham mijozim bor. Kech to'loq qilib dushanba kuni Xudo xolis olib chiqib ketadi. Ko'rib turibsizlar, Jack X'larimizga bu mashinamiz 248 million 640 ming so'm edi. Hozir shu mashinamizga 16 million chegirmaga chiqdi. Ya'ni yangi yil bayramgacha Xudo xolisa 16 million skidga. Tez aloqaga chiqinglar, pastda nomer qoldiraman va o'zim YouTube kanalimga podpiska bo'lish esdan chiqmasin. Sizlarga hozir qo'ldan kelgancha chiroyli ma'lumotlarni berishga harakat qilaman. Ko'rib turibsizlar, qor yog'ib yotibdi. Mana bugun ertalab keldi bular. 10-oy, 9-oy, 8-oy hammasi yangi. Xudo xolis hammalarga yaxshi kunlik nasib qilsin. Undan tashqari avtokredit qilaman desanglar, boshlang'ich 30% bilan bemalol chiqartirib beraman. Tez aloqaga chiqinglar, chunki skidga soni cheklangan. 16 million pul, arzimagan pul emas. Yani bu mashinamizga cho'tki chegirma bo'lyapti. Hozir men telefonni o'zim olib sizlarga chiroyli obzorlarni qilib beraman. Hammalarga yaxshi kunlik nasib qilsin. Xo'p, hurmatli haydovchilarimiz, ko'rib turibsizlar, hozir o'zimizni bir firmaga oldin mashina sotgan edik. Yana o'shalar skidga bo'lganini eshitib, sirraz aloqaga chiqishib, zalog tashab qo'ydi, mashinalari kirib kelgan, 7 ta mashina olishdi mana. Ko'rib turibsizlar, 3 ta, mana bitta alohida qo'yib qo'yganmiz. 7 ta mashina Jack X xarid qilyapti bular. Ya'ni bu 248 million 640 ming so'mlik mashinamiz 16 million chegirma berilganligi uchun mijozlarimiz aloqaga chiqishdi. Ya'ni bu mashinamiz 2 atmosferli motor, Toyota bilan samnisni ishlangan. Metan propan bilasida bemalol tushadi bunga. Balon razmerlarimiz 15 bo'ladi, oldi prujinovoy bo'ladi. Xo'p, orqasiga keltirgan bo'lsa, orqa qo'sh balon 13 bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, ramalari ham juda baquvvat qilib ishlangan. Bortimizning uzunligi 3.10 ga 1.65. Hurmatli haydovchilarimiz, shoshilib qolishingizni so'rayman. Chunki kimga kerak bo'lsa, yangi yilgacha ham olsanglar bo'ladi. Yangi yildan keyin aksi tugaydi. Ya'ni bu mashinamizning tan narxi yana o'sha 275 million 520 ming so'm bo'ladi. Mana. Bartovoy 7 taga sразу to'lov qilishdi. Agar kimga ma'qul kelsa, pastda nomer qoldiraman, aloqaga chiqinglar, xizmatlarni chiroyli qilib beraman. Ko'rib turibsizlar, Toshkentda qor hozir juda zo'r yog'yapti. Mana ko'rib turibsizlar, haqiqatan juda chiroyli bo'lib yog'yapti. Jakkemish kerakligi, jakkemishlar ham bor mana. Hozir mana bu videoni sразу sizlarga obzor qilib berayotganim sababi shu o'zimning mijozlarimdan xarid qilsin deb sizlarga yetkazib berishga harakat qilyaptim. Hurmatli haydovchilarimiz, ko'rib turibsizlar. Mana Jack X kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. Buni furgonligiga ham skidga bergan, tentovkaga ham skidga bergan. Ko'rib turibsizlar. ABS tormoz, center zamokli ham bor. Boya aytganimdek, bortimiz uzunligi ham 3.10 ga 1.65. Ya'ni bemalol yuklarni ham bossanglar bo'ladi. Videoni oxirigacha ham ko'rib, Behruz O'zbek kanaliga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Agar Behruz O'zbek deb yozganingizda meni kanalim chiqmasa, Behruz O'zbek Jack deb yozsanglar, sразу YouTube kanalim chiqadi birinchidan bo'lib. Nima qilish kerak, buni bosib olish kerak. Pulinglar bo'lsa, o'ylanmanglar, zapasklar tegidi. Hozir qor yog'ishiga qaramasdan sizlarga bir chiroyli obzor qilib berishga harakat qilyaptim. Ko'pchilik o'ylashi mumkin, mana bakoylarda ham abagareflar bor. Abagareflar qor yomg'irlarda ishlatib qo'ysanglar, eritib beradi, ya'ni turmaydi. Ko'rib turibsizlar. Hammalarga yaxshi kunlik nasib qilsin, bir chiroyli bir niyat qilib qo'yinglar. Hozir buni topshirish jarayonini ham Xudo xolisa keyingi videolarda qo'yishga harakat qilaman. Bemalol olib buni meva-cheva distamlar bu ishlik ishlatsanglar bo'ladi. Hurmatli haydovchilarimiz, kimgadir shu mashinadan kerak bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Mana furgon desanglar, furgon, bartovoy desanglar, bartovoy. Sotuvda hozir tayyor, yangi yilgacha bosilsanglar bo'ladi. Mana bu yoqda bolalar qor bilan o'ynashyapti. Toshkentda shunaqa qor yog'yapti, mana boshqa viloyatda ham yog'ayotgan bo'lsa kerak. Aloqaga chiqsanglar, lakasilarni ham tashib beraman. Mana avtosalonimiz bizani. Qor shunaqa chiroyli yog'yapti, lekin haqiqatan odamning bir havasi kelib, bir chena bo'lsa, uchadigan havo bo'lyapti-da. O'zimni ertaga Xudo xolis dushanba kuni Navoiydan ham minib ketadi. Ko'rib turibsizlar, ichki salonlari juda keng. Hatto shu yondagi sidenani ko'tarib qo'ysanglar bo'ladi, 3 kishi bilan o'tirsa ham bo'ladi. Mana ichki salonlarni ko'ringlar. Rol gidravlik rol bo'ladi. Tablolari, konditsioner, magnitofonlar hamma sharoit bor.
Ya'ni Hyundai Porter Kia Bongolo bilan bemalol raqobatlashadigan mashina. Qadrlaymiz, u bilan bitmaydi. 16 million skidka bilan, hattoki bundan xarid qilsangiz hozirda polik chexoli ham qo'shib berilyapti. Mana shu mijozimizga ham polik chexollari bilan Xudo xolisa chiroyli qilib topshiramiz. Tez aloqaga chiqinglar va Behruz O'zbek kanaliga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Qo'ldan kelgancha poddeshga qilib turinglar, xizmatlarini chiroyli qilib berishga harakat qilaman. Endi ko'pchilik aytishi mumkin, juda tez gapirdingiz deyishinglar mumkin. Qor yog'yapti, tashqari juda sovuq, aybki buyurmaysizlar, shuning uchun tez gapirib sizlarga qo'limdan kelgancha shu yangilikni yetkazay dedim. Yaxshi bir niyat qilib qo'yinglar, mana. Kim avtokredit qilaman demoqchi bo'lsanglar ham, yangi yilgacha uspet qilib qolinglar. Yangi yildan keyin kreditda foizlari oshishi ham mumkin. Agar naqd olaman desanglar ham, promoy to'lov qilishingiz ham mumkin. Nalichida tayyor. Xo'p, videoni tugataman. Behruz O'zbekka obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hammalarga yaxshi kunlarga nasib qilsin. Kirib kelayotgan yangi yil ham hammamizga baxt, omad, tinchlik, xotirjamlik, fayz va baraka, qut-baraka olib kelsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, aloqaga chiqinglar.